Savol: Argentinalik advokat islom diniga kirmoqchi bo'lgan kofir erkak va ayollarni xatna qilinishi hukmi qanday bo'ladi deb so'rayapti. Javob: Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salovat va salomlar bo'lsin. Avvalo, ushbu savol bilan murojaat qilganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. Chunki xatna qilish masalasi islom diniga kirmoqchi bo'lganlar uchun ayrim holatlarda to'siq bo'lib qolayotgani bor gap. Holbuki, bu masala ko'pchilik o'ylaganidan ko'ra ancha yengildir. Xatna islom shiorlari belgilaridan bo'lib, fitratga ham muvofiqdir. Shuningdek, Ibrohim alayhissalom millati alomati hamdir. Alloh taolo marhamat qiladi: "Thumma awhayna ilayka an ittabi' millata Ibrohima hanifa va ma kana minal mushrikin." So'ngra biz, ey Muhammad alayhissalatu vassalom, sizga haq yo'ldan toyilmagan Ibrohimning diniga ergashing. U mushriklardan emas edi deb vahiy yubordik. Nahl surasi 123-oyat. Sahih hadisda kelganidek, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ixtatana Ibrohim alayhissalam va huwa ibn 80 sanatan bil qaddum." Ibrohim alayhissalom 80 yoshlarida qaddum bilan xatna qilindilar dedilar. Sahih Buxoriy 3356-hadis. Shu sababdan aslida xatna qilish agar shunga qodir bo'lsa, musulmon erkak uchun vojibdir. Ammo xatna qildirsa joniga talofat yetishidan qo'rqsa yoki qon kelib kishining o'limiga olib borishi mumkinligi to'g'risida ishonchli shifokor aytgan bo'lsa, u holda xatna qilish bunday insondan soqit bo'ladi va xatna qildirmagani uchun u gunohkor bo'lmaydi. Hech bir holatda xatna qilish masalasi insonning dinga kirishiga to'siq bo'lmasligi lozim. Chunki islomga kirish aslida xatnaga bog'liq emas. Kishi xatna qilinmagan holda ham islomni qabul qilishi mumkin. Ayollarning xatna qilinishi masalasiga kelsak, bu savolga javobni 427-fatvoda topasiz. Allohdan sizga har bir yaxshilikda muvaffaqiyat berishini va har qanday yomonlikdan asrashini so'raymiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga salatu salomlar bo'lsin. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.